Men sizlar uchun mana shu qo'yib qo'ygan tovarlarning hammasini chiroyli narxlarda bermoqchiman. Uzunligi 1.10 talik, juda ham chiroyli qilib ishlangan yoqalar Apache yoqi. Onangizlarga yoki o'zingizga qidiryapsiz, ham klassikaga kelib ham juda ham chiroyli turadi. Rossiyskiy eski shubalar bo'lardi, bilasizmi? Mana shunaqa fasonda bo'ladi. Mana shubalar uzun mexlar importni ko'rasizlar, bo'yalmaganini onangizga bitta olib bering. Endi olib bermasangiz ham uyat bo'ladi, bunaqa narxga. Qo'llari yechiladi. Juda ham yengil, uzunligi 1.10 talik. Kiyganlarda oyoqlarni yopib turadi, issiqqina bo'lib turadi. Yosh kelinlarimizni ham unutmadik. Ikkita dona qolgan ekan. Mana shu narsamizni ikkitasini 850 dan ham qo'yib yuboramiz. Bunaqa narxga bo'lmagan, ko'rasizlar. Kaltasini o'zi mana shunaqa ming atrof sotiladi. Mana shu 1.10 taliklarni ham 850 dan olib ketsangiz bo'ladi. Oyingizga keldingizmi? O'yingizga ham mana shundan olasiz. Buyingizga olib bermoqchisiz, xolangizga olib bermoqchisiz. O'yingizga ham qo'shimchasiga o'ylab qo'yganmiz. 850 dan bemalol olsangiz bo'ladi. Mana bitta tepasida narxi turibdi. Narxini so'ravermanglar. Narxini kommentariyada nech pul. Narxini aytdi, $850. Onangizlar mana shu bani kiygilar kelib yuradi. Bor yo'q 12 ta dona qolibdi. Mana shuni onangizga olib bering, mazza qilib kiyib yurishadi. 5-dekabrga tezroq olib olinglar.